Bu bizda yangi Faberlic kompaniyasini vitamin B kompleks, hamma vitamin B kompleksini olgan batlarimiz bo'ladi. Bu yerda qaranglar. B1 vitamin, B2, B3, B6, B5, B7, B8, B12 hamma vitaminlar B kompleksi hammasiniki bor. Рекомендуемый уровень суточного потребления согласно mana 2 kapsula в день bir kunda va время yetti ovqat paytida ichish kerak. Bu ham ichilishi 1 oy. Keyin yana повторить qilsanglar bo'laveradi. Judayam zo'r komponentlari va halol mana sertifikatga ega. Faberlic kompaniyasi mana bunaqa keladi. Mana raspakovkasini mana qadoqlari hammasi yopilgan. Mana srok godnostlari bilan hammasini. Mana srok godnostlari 28-yilgacha bor. Mana stikerlari bilan biz kompaniyada mana 60 ta kapsula bo'ladi ichida. Zo'r vitamin B kompleksi.